49. bab. Kulak silinglar, ey deniz boylaridagi alla. Diqqat qilib anglanglar, ey yiroqdagi xalqlar. Men tug'ilishdan ilgarila Parvardigor meni chaqirdi. Men onamning qo'rsqidagi chig'imdila mening ismimni atab chaqirdi. U mening tilimni xuddi qilishdek o'tkir qildi. U qo'lining sayisida meni qo'g'didi. U meni xuddi o'qiyodek uchliq qildi. U meni o'zining o'qdonida saqladi. U menga, ey Isroil xalqim, sen mening xizmatkorimsan. Men sen orqali o'zimning shon sharifini namoyon qilaman, dedi. Lekin men uningga mundoq dedim. Mening mehnatlarim behudadir. Men kuchimni sarf qilib hech bir ishni boshqa elib chiqolmadim. Ammo Parvardigor menga cho'qim odil muomala qiladi. Mening mukofotim Parvardigorning qo'lidadir. Yaqub avlodlarini Parvardigorning yo'liga qaytirib kelish, Isroillarni Parvardigorning oldiga to'plash uchun men qo'rsaqda to'ralgan cheg'imdila u meni o'zining xizmatkori qildi. Men Parvardigorning nazarida azizdirman. Xudoyim mening kuch qudratimdir. Parvardigorning so'zlarini anglanglar. Parvardigor menga mundoq dedi. Yaqub qabillarini qaytadan tiklaysan. İsraillardan aman qolganlarni qaytirib kelisan. Men seni faqat mushu ishlar uchunla xizmatkor qilganim yo'q. Mening nijotliqim dunyoning bulung puchqoqlarigacha yetib bosun deb seni butkul allaga nur qilaman. Allah tarafidan nafratlanib rad qilingan, hukmdorlar tarafidan qul qilingan xizmatkoriga Parvardigor, ya'ni İsraillarni qo'g'daydigan, ularni tanlagan muqaddas Xudo mundoq deydi. Seni ko'rib shohlar o'rnidan turdi. Hukmdorlar oldingda tizlanib, sana ta'zim qiladi. Chunki seni tanlagan Parvardigor, ya'ni İsraillarni tanlagan muqaddas Xudo ishonchlidir. Parvardigor Siyonga mundoq deydi. Vaqt soati kelganda men sana javob beraman. Nijotlik kuni kelganda men sana yordam qilaman. Men seni qo'g'dayman. Men seni xalqim bilan tuzadigan ahdamning vositasi qilaman. Sen bu yurtni qaytadan qurib chiqsan. Xarobilikka aylangan bu zeminni qaytadan taqsim qilasan. Sen asrlarga endi erkin bo'ldinglar deysan. Zulmatda yashayotganlarga nurga chiqinglar deysan. Ular yo'l bo'yi yemakliklarga erishidi. Taqir tog'lar ularning yayloqlariga aylanadi. Ular och qolmaydi. Usuzlikning azobini tortmaydi. Quyoshning harorati ularni kuydirib azoplamaydi. Men ularga ich og'ritib, ularni yetaklab boraman. Ularni buloqlarga boshlab boraman. Men tog'larni tuzlab yo'l echib, ularga dog'dam yo'l tayyorlayman. Qaranglar, ular yiroq joylardan keladi. Ularning ba'zilari shimoldan, ba'zilari g'arbdan, yana ba'zilari Misr zeminidan kelishmoqda. Tantani qilg'in ey kang osmon, xursandlikka to'lg'in ey yer zemin, yangratqin kuylaringni ey tog'lar, chunki Parvardigor xalqiga tasalli beradi. Ezilgan xalqiga rahimdilligini ko'rsatadi. Lekin Siyon, Parvardigor meni tashlab ketdi. Egam meni unuttidi, deydi.
Parvardigorim mundaq deydi. Ana qandaqmı emitvatqan balısını unutub qalsın. Özü tuqqan balısıga qandaqmı rahimdillik ko'rsatmasin. Ana özü tuqqan balısını unutub qalğan taqdirdimi men seni hergiz unutmayman. Qara, men senin namını alqınımga yezib aldım. Senin şehir sepillerin her vakit menin köz altımda. Senin oğul kızların pat arada qaytıp kelidu. Seni veyran kılıp yo'qotmoqchi bo'lganlar ketidu. Sen beshingni ko'tarib, to'rt etrafınga qarab baqqın. Hamma oğul kızların kelib etrafınga toplanmoqda. Parvardigorim yani mundaq deydi. Menki, mengü hayat Xudo shundaq qasam qilmanki, bu oğul kızların xuddi zibu zinnetledek seni her cihetten bezeydi. Ula seni xuddi yeni kelinchakdek güzel tüske kirgizidu. Buzib etilgan, cho'ldirab ketgan, vayron qilib etilgan zeminlaring emdi puhralaringning yoshiga tarliq qiladi. Seni yo'qotmoqchi bo'lganlar emdi sendin yiroqlashidu. Sen esirlikte yürgen çağlarında tug'ilgan oğul kızların sana bu yer bizge tarlık kılıvatıdı. Bizge yaşıgıdek kengrek yer bering deydi. Şu çağda sen ko'nglingda shundoq o'ylaysan. Ularni kim bana tug'ib berdi? Mening bolalarim o'ltirilgan. Men tug'mas bo'lib qolgan edim. Men sirtlarda sarson bo'lib xar bolup yürgen idim. Ularni kim bana bekip çoğun kılıp berdi? Men yalğız kalgan idim go. Ula qayalardan kirip kaldı. Yegen Parvardigar mundaq dedi. Men barliq ellerge kolumni planlatıp, bütkül xalqlar aldıda çaqliq tuğumni tiklayman. Ula oğullarını kollardı kötürüşüp sana ekilip beridu. Kızlarını dümbülerde hapaşlap ekilip beridu. Şahla senin hizmetinde bolup balılarını bakıdu. Kanışla inik ana boludu. Ula başlarını yergi tekkidek ilgip sana tazim kılışıdı. Ayaklarındaki çanlarını tilleri bilen yalaydı. Şu çağda sen, mening Parvardigar ekanligimni bilasan. Bana ümit bağlığalla hergiz naümit'e kalmaydı. Batırının koludaki olcini kim mu tartıp alalısın? Zalimnin koluğu düşüp kalgan esir kandak mu kutulup çıkalsın? Parvardigar mundaq deydi. Batırının koludaki olca çokum tartıp elinidu. Zalimnin koluğu düşüp kalgan esir mu kutkuzuludu. Sana karşı çıkanlarga men karşı çıkımen. Balılarını men kutkuzumen. Men sana zulüm salganlarga öz göşünü özge yigizümen. Ulanın öz kinini özge içirip xuddi şarap içkendek mest qilib etmen. Ana şu çağda yeryüzündeki bütün insanlar men Parvardigarning senin qutkuzg'iching, qo'g'dig'iching ekanligimni, yoqib e'tiqod qilgan hammaga qodir Xudo ekanligimni bilib qoladi.